Respublika bo'yicha 2025-yilda 9 oy davomida 509 ta bahs sodir bo'lgan bo'lsa, buni oqibatida 674 kishi jarohatlangan. Shundan 168 nafar xodim halok bo'lgan. Aynan qurilish sohasida 2025-yil 9 oy davomida 156 ta bahs sodir bo'lgan. 163 nafar xodim jabrlangan. Shu bahs hodisalar natijasida 65 nafar xodim halok bo'lgan. Bu respublika bo'yicha 25-yilda sodir bo'lgan bahs hodisalarining 23%ni. Uni oqibatida jabrlanganlarning 25%ni. Halok bo'lganlarning 27% aynan qurilish sohasiga to'g'ri keladi. Nimadan kelib chiqyapti shu narsa? Bu asosiy sabablari qurilish tashkilotlari mehnat muhofaza qilishga katta e'tibor bermaydi. Shaxsiy himoya vositalari bilan xodimlarni ta'minlamaydi. Xodimlarni mehnat muhofaza qilish bo'yicha o'z vaqtida yo'l-yo'riqdan o'tkazish va o'qitish talablari bajarilmaydi. Bugungi kunda oldinga nisbatan qurilish tashkilotlarida ancha o'zgarishlar bo'lgan. Oldinlari shaxsiy himoya vositasini ham unaqa ko'p berilmasdi. Hozir kuzatilyapti, shaxsiy himoya vositasini beradi. Bermaydi emas. Lekin aynan targ'ibot masalasida ish beruvchilarda muammo bo'lyapti. Mehnat muhofaza qilish bo'yicha xodimlarga yo'l-yo'riq berish, o'qitish, ularni nazorat qilish bugungi kunda ancha sustlashgan.